Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'ini idorasining ochilish marosimiga biza mahallamiz gullab yashnasin azizlar. Mana chiroyli imorat ko'rib turibsizlar. Kuzatib boringlar. Go'daklikdan mehr bilan boqqan shu el, izg'irinda o'z bag'ri yoqqan shu el, husnga baxtnor oqqan shu el, jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. O'zga yurtdan bu yurtim kam bo'lmasra, farzandlari nomardga bo'y egmasra, nabzi halol yurtimga ko'z tegmasra. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. 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 Yangi Ibn Sino mahallasi binosi barpo etildi. Mana shu xalq uchun mahalla Ibn Sino mahallasi yetkazib a'zolari doimo xizmatdamiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Bo'lsa inda ulug'liklar usayatir, al-o'g'lonlar qaddi tiklar usayatir, qudrati Temur beklar usayatir. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun.